Kutib tur, eshikni yopaman. Bosash ering senga izxonada. Bu oxirgi marta. Sen har doim shunda deysan. Azizim, men keldim. Yana ishda ushlanib qoldingmi? Bugun xo'jayinim juda talabchan edi. U senga shundan munosabat bo'lgan. Hammasi tugadi. Rostdanmi? Bizda o'xshadi. Ha, o'xshadi. Bizning farzandimiz dunyodagi eng chiroyli qulupnaycha bo'ladi. Chaqaloq sog'lom tug'ildi. Menga bolamni bering. Bu nima? Nega men baningni ushlab turibman? Men qulupnayman, sen qulupnaysan. Qanday qilib banan tug'ilishi mumkin? Men hammasini tushuntirib bera olaman. Aynan nimani tushuntirmoqchisan? Uning xuddi xo'jayiningga o'xshashinimi? Xato edi. Men bolalar xonasini tayyorlagan, ism tanlagan, hammaga o'ta bo'lishimni aytgan. Mayli, sen aybdor emassan. Endi biz birga bo'lamiz. Senga ketganing ma'qul. Azizim, Ket dedim. Qanday o'ta bo'lishni bilmayman, lekin uddalayman. 9 oy o'tgach. Sen mening o'g'limsan. Mana shunday. Yana biroz. Lekin kunlarning birida va kundan kunga menga o'xshab bo'lyapti. Bolamni menga ber. Aks holda hamma narsangni tortib olaman. Bu meniki. Uni senga bermayman. Buni holi ko'ramiz. Xavotir olma. Seni hech kimga berib qo'ymayman. Yaxshi, sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Oh, men Dubay shokoladini juda yaxshi ko'raman. La'nat, men homiladorman. Lekin otasi kimligini mutlaqo bilmayman. Sofi, seni juda yaxshi ko'raman. Bu bola xuddi sendek baraka. Jek, sen jiddiy aytyapsanmi? Biz buni birga yangib o'tamiz. Hammasi mutlaqo sog'lom ko'rinmoqda. Jek, terisini rengiga qara. Ha, alo, bizga hoziroq tez yordam kerak. Ayolimda tug'ruq boshlandi. Iltimos tezroq. Jek, qasamyod qilaman, agar shu telefonni qo'yib menga yordam bermasang. Faqat nafas ol, Sofi, nafas ol. Biz deyarli yetib keldik. Menga nafaslama. To'g'ri. Bu mening bolam emas. Bu bola mening emas. Jek, iltimos. Yo'q, men qo'lmayman. Sofi, bu mening bolam emas. Janob, kasalxonada yugurish taqiqlanadi. Endi harakat. Janob, iltimos, to'xtang. Buni sen qilding. Sen u bilan yotding, hammasini rasvo qilding. Jek, meni eshit, do'stim, men uylanganman. Kimdir qo'riqchilarni chaqirsin. Sizlarni juda so'gindim, yigitlar. Kelganingiz uchun rahmat. Ko'p chiqyapti. Biz tashqi dunyoga chiqyapmiz. Yo'q, bu tuzoq. Dada, bu dahshatli dev kim? Men qorong'i sassiq ko'rga ketyapman, o'g'lim. U meni o'zining iflosligini tozalashni ishlatmoqchi. Ey iflos dev, bu jirkanch! La'nat tishlarni tozala, sen jirkanch maxluq. Doda, dev sizga nima qildi? Men uchun qasos ol, o'g'lim. Ularning milklarini azobla. Va'da beraman, Doda. Men ularning tishlarini o'g'ritaman.